Assalomu alaykum YouTuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev sizlarga yana bir bepul dars taqdim etaman. Bu safargi yo'nalishimiz teleskop bo'ladi, ya'ni eng mashhur telefon yo'nalishlaridan biri va hech qachon trendda o'lmaydigan, eng oson va musiqiy yo'nalishga kiradi do'stlar. Bu yo'nalishda ham bugun biz analiz qilib o'tamiz, u yo'nalishda strategiyasi haqida gaplashamiz va telefonda noldan professional tarzda video montajini ham ko'rsatib beraman. Demak, darsni boshidan oxirigacha ko'ringlar, nimadir tushunib qolmasligi uchun. Agar sizlarda o'xshasa, albatta Telegramdan natijalaringizni tashinglar. Avvalgi darslarimiz ham chiqqandi. 3 ta McQueen yo'nalishi, Says Word on Bit yo'nalishi va Monster Track yo'nalishini bepul darslik qilgandim. Avvalgi videolarim sizlarga yoqqani uchun yana bir bepul darslik qilishga qaror qildim do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada yozinglar, keyingi safar qanaqa yo'nalishda darslarni chiqaring. Bo'lmasam, obzorda boshlaymiz. O'zi bu qanaqa yo'nalishda sizlar o'ylanishingiz mumkin. Teleskop deb yozamiz. Teleskop desak, shunaqa videolar kelib chiqadi do'stlar. Hozir bu yoqdan trenddan aniq olaman. Eng oxirgi yuklangan va eng yangi videolarni analiz qilib olaman. Mana do'stlar, teleskopda bir necha turlari chiqdi. Birinchisi teleskop emas, ya'ni spinning wheel. Bu haqda ham keyinchalik darslar qilishga harakat qilaman. Keyingisi Sprunky chiqdi. Sprunky darsi ham qiziqmi sizlarga? Agar yozib qoldiringlar. Va mana bugun o'rganadigan yo'nalishimiz. Xo'p, biroz ovozini pasaytirib qo'yaman. Mana. Demak, ko'rib turibsiz, musiqiy teleskop o'yini bor, 4 ta rangda bo'ladi va multfilmning eng mashhur qahramonlari rasmlari qo'yilgan bo'ladi. Prosmotrlarga kelsak, juda ham zo'r. Atigi 3 kun ichida 57 mingta prosmotr olgan. Kanalda ichini ko'radigan bo'lsak, hozir prosmotrlar sal tushgan, lekin yaxshi ketgan videolari bo'lgan. Agar nakurt ko'rilsa, undan ham zo'r ketadi. Nakurtga ham qiziq bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Qani videoni bitta ko'rib olamiz. Obuna bo'ling deyapti, okey. Va barmoqcha chiqib tanlayapti. Demak, pastda o'sha o'yinda ekran zapis qilib olgan, bu yoqdan o'yin ketyapti, tepada bo'lsa, mana multfilmda musiqasi, ya'ni Coffin Dance ketyapti do'stlar. Xuddi shunday 6 daqiqa video yasalgan. Bunaqa yo'nalishda siz bemalol $500 dan $1000 yoki $2000 ham topishingiz mumkin do'stlar. Demak, tushunib oldik, juda unaqa qiyin emas, lekin prosmotrlar dahshat, ko'rib turibsizlar. Ba'zilar sigirlardan ham quvuradi. Do'stlar, telefonda qanday qilishni hozir ko'rsatib beraman. Undan avval sizlarga Telegram kanalini tavsiya qilib o'tmoqchiman. Telegramga kirib Elbek Nabiyev deb yozsangiz, meni Telegram kanalim chiqib keladi. Obunachisi 2000 taga yaqinlashib qoldi hozir. Videoni qachon ko'rayotganingizga qarab va YouTube kanalimni anonsida ham bo'ladi, opisaniyasida ham va profilda ham bo'ladi. Men bu Telegram kanalimda video montajda ishlatgan narslarim bo'ladi-ku, videolar, PNG materiallar, musiqalar, o'sha narsalarni hammasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bepulga ishlataverasizlar mazza qilib. Va bu yoqda mana jonli chat qildik, yaqinda ham 20:00 da bo'ldi. 3 soat davomida hamma savolga javob berib yordam chiqib chiqdim. Bunaqasi pullik kurslarda ham yo'q do'stlar. Keyin mana Telegramda o'ziga ham alohida video darslar tashlab beraman. YouTube'ga tashlanmaydigan darslar bu yoqda bo'ladi do'stlar. Bu yoqqa mana asosiy material kanaliga kirsak, mana o'tgan safargi videoda ishlatgan narsalarimizni ham chekka tashlab qo'yganman. Mana o'tgan safargi mashina yo'nalishi bemalol tayyor shablonlar bilan YouTube'da birdaniga boshlab ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda professional kursimiz bor. Agar shogird bo'lmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan murojaat qilsangiz, batafsil ma'lumot beraman. Unda esa qani ketdik, telefonda teleskopda qilishni o'rgatib qo'yaman. Demak, do'stlar, telefonga kirib oldik. Teleskopni birinchi o'rinda trendini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz YouTube'ga kiramiz. Qidiruv bo'limidan teleskop deb qidiramiz. Yuqorida 3 nuqta bor o'ng tarafda. Shuni bosamiz, search filtersni bosamiz. Bu yoqdan birinchisidan relevance'ni view count'ga qo'yamiz. All-ni bo'lsa videoga qo'yamiz. Any time'ni bo'lsa week'ga qo'yamiz, this week'ga. Any-ni bo'lsa to'rdan 20 minutgacha qo'yamiz. Endi Apple'ni bosamiz, bizga eng oxirgi trenddagi videolarni chiqarib beradi. Masalan, mana bu kanaldagi mana bu video. Posmon kuchukchalar trend ekan. Trendiga qarang, eng yuqorida nima chiqyapti. Biz shunaqa uzunchog'ini qilamiz hozir. Demak, posmon kuchukchalar, ya'ni Paw Patrol. Endi biz bularning nomini olishimiz kerak. Mana nomlanishini o'qiymiz.
Marshall deb yozgan, Rider deb yozgan o'sha nomlarni biz Yandexdan qidiramiz. Chunki Googledan ko'ra topish osonroq va yuklab olish osonroq. Paw Patrol, ya'ni o'sha multfilmda ismi bu. Paw Patrol PNG deb yozamiz. PNG degani o'sha rasmda atrofi kesilgan degani, ya'ni orqa foni yo'q degani. Endi o'sha rasmlar bo'limiga o'tib olamiz. Mana o'sha multfilmdagi kuchukchalarning rasmlari. O'sha videoda qaysilar ishlatilgan bo'lsa, nomma-nom qidirib topib olamiz. Va ustiga kiramizda rasmda ustiga barmog'imiz bilan bosib tursak, download image chiqadi. Bu ruschada skachat izobrazение, o'zbekchada suratni yuklab olish chiqadi. Shuni bosib yuklab olamiz. To'rtalasini ham. Bitta videoga 4 ta kerak. Men allaqachon avval yuklab qo'yganlarni ishlataman. Sizlar bo'lsa oxirgi trendni qilinglar, chunki trend o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Darsni qachon ko'rayotganingizga qarab. Lekin teleskop qilinishi bir xil. Prosta trendini almashtirasizlar xolos. Keyin esa Play Marketdan teleskop o'yinini yuklab olishimiz kerak. Teleskop deb yozamiz. Mana o'yini chiqib keladi. Mana teleskop o'yinini yuklaysiz, oddiy, o'ynash qiyin emas. Tushunib olasiz. Ichiga kirib aniq qilishingiz kerak. Ekran zapisda bosib 1-2 minut o'ynab ekran zapis qilib olishingiz kerak. Men bo'lsa sizlarga o'ynashga insalaring, tayyor baza beraman. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Tayyor ekran zapis qilganimda o'zimnikini beraman. Demak, bizda PNG rasmlari bor va teleskopda o'yinni ekran zapisimiz bor. Ekran zapisdan keyin bizga uni skrinshotlar kerak. Uni ham qilishga qiynalsalaring, men o'zimnikini beraman. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Preview yasab olamiz birinchi. Pixartga kiramiz. Pastdan plus tugmasini bosamiz. Bu yoqdan Templates'ga o'tamiz. Bu yerdan o'tkazamizda YouTube'da tanlaymiz. Endi bu yerdan istalgan bitta shablon tanlaymiz. Masalan, mana bu ko'kini, bepulni har xilda ichiga olib kirib ketadi. Bu yerdan mana bu ustiga bosib turib, mana bu X ni bosib o'chirib tashlaymiz ustidagi keraksiz narsalarni, bizga bular kerak emas. Va bu yoqdan mana bu o'ng tarafdagi narsani bosib turib, clear da bosib, buni ham tozalab yuboramiz. Endi bu yoqdan add photo chiqadi pastda. Shuni bossak galereyamizga bizni olib kirib ketadi. Biz orqa fonda tashlab olamiz. Mana. Buni ekran bo'ylab shunday kattalashtiramiz maksimal darajada. Shunaqa chiroyli orqa fonni yasashinglar kerak, ya'ni teleskop o'yinni ekran zapis qilib oldinglar-ku, o'shani o'yinda ichida 4 xil rang beradi-da, o'yinda ichida. O'shalarda bitta-bitta screenshot qilishingiz kerak. Men buni tayyor 3-4 xilni Telegramga tashlab beraman, chunki buni tushuntirish ko'p vaqt oladi va siz qila olmasligingiz mumkin agar tushunmasangiz. Endi ustiga xuddi shunday mana bu YouTube tagidek ustiga rasmlarni yopishtirib chiqamiz. Xuddi shunaqa orqa fonda ustiga PNG rasmlarni yopishtirib chiqqan. Add fotoni bosamiz va to'rtala personajni tanlab olamiz. Men Italian brainrotlarda ishlatyapman, chunki menda bular galereyamda avvaldan bor edi. Mana qo'limiz ustiga borib sursak bo'ladi. Har bitta katakchaga bittadan PNG rasmni tanlab chiqamiz. Mana suramiz, qaranglar, katta bo'lib ketdi, mana bu oq chiziqdan o'tmasin. Kichkinalashtirib qo'yamiz. Va bunda o'ngga chapga surib, qavachchaning ichiga kiritamiz. Mana bu bir-birini katagini reshotka chizig'idan o't ketib qolmasin. Bo'yni ham katta-kichik qilsa bo'ladi tepadagi oq nuqta bilan. Mana shunday. Bunday bo'lib katta bo'lib ketmasin do'stlar. Mana bu oppoq ikkita chiziq ichida tursin. Ana bunisini ham uchinchisiga qo'yib olamiz sekin. Qilib ko'rsalaring tushunib ketasizlar. Bitta-ikkita qilib ko'ringlar. Hattoki men ham bittada o'rganib ketmaganman do'stlar. Sal vaqt sarflaysizlar. Aslida juda ham oson. Mana 4 ta qilib terib oldik. Yana ham chiroyli qilish uchun rasmni ustiga bosamiz. Masalan, birinchisi cappuccinoning rasmini va bu yoqdan shadow chiqadi, ya'ni soya degani. Ustiga bosamiz. Buni cho'zamiz mana bularni adjust bo'limidan. Ikkinchisiga o'tamiz, ya'ni uchinchisiga mana bu 0 ga qo'yib qo'yamiz, ya'ni o'ngga chapga bu ketmaydi soyasi. Bunisini ham 0 ga qo'yamiz. Va oxirdan color bor, to'rtinchisi. Bu yoqdan colorni oq qilib qo'yamiz. Orqasidan oq soya kelib turishi kerak. Buni ham xuddi shunaqa 100% qilib turib chiqamiz. Nimadir tushunmay qolishingiz mumkin, sizda sal boshqacha bo'lishi mumkin. O'shaning uchun videoni boshdan oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring va tushunmasangiz qaytadan ko'ring. Yana tushunmasangiz videoni sekinlashtirib ko'rib, birga bir harakatlarni takrorlang. O'qib chiqing, qayerda bosyapman, qaysi tugmani bosdim. Keyin Telegramdan bemalol chatimizda savol bersangiz bo'ladi. Men hammaga o'zim javob berib chiqaman do'stlar.
Mana hammasini orqasiga oq nur berdim chiroyli qilib. Endi yuqoridan птичкani bosaman, tasdiqlayman. Endi yuklashni bosaman, bu yoqdan qayerda bosayotganimni qizil bilan ko'rsatib qo'yaman. JPG ni bosaman. File size 3.5 bo'lib ketdi. Men bu qimirlaydi, qarang, qora narsani qimirlatyapman-ku. Shuni 96, 97 ga qo'yib qo'yamiz. Pastdagi faylning size 2 megabaytdan kam bo'lishi kerak. Endi chiqib ketamiz, CapCutga kiramiz. Men CapCut Pro'ni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. O'sha yerga kirsangiz bemalol barcha pullik xizmatlarni bepulga ishlatasiz. Ne videoni bosamiz. Ne videoni bosganimizdan so'ng o'sha previewimizni tashlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'sha previewni tashlab oldik. Buni cho'zamiz. Videoni uzunligi 3-4 minut bo'lguncha cho'zamiz. Mana bo'ldi. Eng chapiga qaytib olamiz. Endi bu yoqdan green screenni tashlab olishimiz kerak. Men green screenni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Buni ham ekran bo'yicha katta-kichik qilsa bo'ladi, katta qilamizda. Bu yoqdan pastdan suramiz. O'sha manba zagoransuniga tanlab turib, tashlagan videomizni tanlab turib, Remove BG bor, ya'ni bunga kiramiz va Chroma Key bor. Uchinchisi. Bu yoqdan mana bu qimirlaydi. Xohlagan rangimizga olib borsak yo'q bo'lib qoladi. Yashil rangga borib, mana bu intensityni 40% qilib qo'yamiz. Shunda yashil fon yo'q bo'ladi. Endi ko'ramiz. 3, 2, 1, go! Ya'ni 3 2 1 go deydi, boshlanadi. Sal ortiqcha joyi bo'lsa, bundoq qilib kesib olamiz. Endi bu yoqqa videoni qo'yib chiqishimiz kerak. Birinchi o'rinda add overlay qilib turib, teleskopni ekran zapisini tashlab chiqamiz. Men buni sizlarga tashlab beraman. Chapga o'tkazamiz mana. Chapga o'tkazib turib, biroz kattalashtiramiz. Bu ramkani ichida tursin, mana qanday qiyshiq bo'lib ketmasin. Birinchi ramkani ustida turishi kerak. Biroz CapCutda bunday qilib olaman, kichkinlashtiraman. Birinchi ramkada o'ynaydi. Endi buni kopiya qilamiz. Ikkinchi kopiya mana. Ikkinchisini bundoq surib, ikkinchisiga qo'yib qo'yamiz. Bu eng oson yo'li do'stlar. Hech kim bunaqa oson yo'lni o'rgatmagan. 3-marta copyright qilamizda, 3-sini bu yoqqa qo'yib qo'yamiz, 3-siga. Orqa fon uzunligi yetmay qoldi. Orqa fonni ham cho'zib tashlaymiz. Va 4-marta copyright qilamizda, 4-siga qo'yib qo'yamiz. Shunda o'ng tarafga sursak bo'ldi. Bu shablonlarim shunaqa chiroyli qilib yasalganki, shunda tayyor shablonni olasizda maza qilib ishlatasiz. Orqa fonda uzunligi yetmay qoldi, cho'zib qo'yamiz. Ya'ni tepasidagi bilan pastdagi videoni uzunligi bir xil bo'lishi kerak. Mana bir xil qilib oldik. Demak, har bitta katakchada teleskop o'yinini anusa videosi qo'yilyapti. Lekin biz o'yinda ovozini yo'q qilib qo'yishimiz kerak. Mana teleskop videolarini chekirib, o'zini ovozini 0 qilib qo'yamiz. Mana pastda volume bor, zvuk bor, o'shani 0 qilib qo'yamiz. Endi ustidan confidence-lar qo'yamiz. Confidence mana shu personajlarni bir soniyadan ta qilib haligi musiqaga aylantirilgan versiyasi. Ya'ni fanatlar tomonidan qilingan, originaldan farq qiladi, shuning uchun avtorskiy prava tushmaydi. Bularni ham ishlatganlarimni sizlarga tashlab beraman. Lekin sizlar trend taglarini ishlatinglar. Mana men 4 tani tashlab oldim. Bularni qaysi ketma-ketlikda qo'yamiz desanglar, personajga bog'liq. Mana previewda birinchi personaj mana bu turibdi. Ya'ni Cappuccino Assassino va mana o'sha birinchi rasmdagi videosi. Buni birinchisiga qo'shimiz kerak. Videoni shunday chekasini ushlaymizda, kichikaytiramiz. Mana bu birinchi ramkani ichiga tiqamiz. Mana shuning ichida tepasida turish kerak, kichkina bo'lib. Xuddi shunday turadi, mana. Ko'rasizlar, pastda mana o'yin o'ynaydi, u tepada ishlayveradi. Ikkinchi rasmda bunisi turibdi, skelet videosini olib borib, ikkinchisini ustiga qo'yib qo'yamiz. Va albatta bu yoqdan kichkina qilib turib, ikkinchi videoni tepasiga kichkina qilib o'sha ramkasini ichiga xuddi shunaqa shaklda qo'yib qo'yamiz. Xo'p, pastdagilarni ham qo'limiz bilan shunday o'ngga suramiz, sirpanadi. Bunisi oxirgi ekan. Mana bu ham Mateo bor, xo'p. Mana bu semizi 3-da turadi. Sekin-sekin o'rganib ketasizlar do'stlar, unchalik qiyin emas. Bitta shablon qo'yganingizdan keyin 1 daqiqada bitta video yasaysiz. Faqat shablon yasashga shunday 5 minut ketadi. Men hozirga gapirganim uchun sal sekinroq qilyapman. Va mana oxirgisini qo'yib chiqamiz do'stlar.
Mana tayyor. Ya'ni birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisiga. To'rtinchisida o'ynaydi. Endi ustidan yana bitta oq ramka tashib olamiz. Ya'ni bo'mbo'sh oppoq ramkani, chunki qiyshiqliklari bor. Biz qiyshiqroq qo'ydik. Mana shu ramka qoplab ketadi, ustidan tekislaveradi. Buni bunda cho'zamiz chapga. Chekkasidan ushlaymiz, cho'ziladi. Mana shu joygacha mana bu green screen'da o'ziga kerak emas. Videoni ustiga faqat va videoni oxirigacha cho'zamiz. Eng tagida turgan narsa eng tepasida bo'ladi, ya'ni eng ustida bo'lib qoladi. Ko'rib turibsiz, mana videomiz tayyor. Chiroyli chiqdi video. Va xohishingizga qarab green screenlar qo'shib olsangiz bo'ladi. Green screenlarni qanday qo'shamiz desiz, add overlay'da bosamiz. Va sizlarga tashlab berilgan har xil raqsga tushadigan memlar bor. Masalan, mana bu tumsoq. Bu yoqdan yana Remove BG ga bosamiz, Chroma key ga bosamiz, zangori rangga olib mana bu birinchisini 40 foiz qilib qo'yamiz va bo'ldi. Tumsoqni sal o'yinroqqa surib qo'yamiz, chunki mana bu chapdagi videoga xalaqit bermasligi kerak. Va ana qo'yib yuboramiz. Tumsoq raqsga tushadi. Tumsoqni ham nusxalab 4 ta joyga qo'yib qo'ysak bo'ladi do'stlar. Bo'ldi, videomiz tayyor. Yuqoridan Full HD, ya'ni 1080 piksel 30 fps qilib eksportni bosamiz, video saqlanadi. Save to advice qilamiz. Do'stlar, men videoda ishlatilgan barcha materiallarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Elbek Nabiyev Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Mana, teleskop yo'nalish uchun men 150 ta reaksiya so'ragandim. Reaksiyalar 200 taga yaqinlashib ketdi yoki undan oshib ketadi. Xullas, men va'damda turdim, reaksiyalarni berdinglar va men va'da qilingan darslikka chiqardim. Albatta Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar. Va keyingi safar qanaqa yo'nalishda bepul darsligini o'rgatib qo'ying. YouTube'da kommentariyasiga yozinglar, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men barcha materiallarni shu kanalga tashlab qo'yaman.